Assalomu alaykum. Mana bu bemorimiz bir oy oldin insult bo'lib kelgandilar. Bu yerda kelgan vaqtlarida harakatlari butunlay cheklangan. Unda qanday? O'ng qo'l, o'ng oyoq harakatsiz edi. Bu kishiga bizda manual terapiya, massaj muolajalarini qildik. Hozirgi kunda bemorimiz ahvollari ancha yaxshi. Muolajalardan keyin o'zlari turib yurgan vaqtlarda ham hozir ancha harakatlari yaxshi. O'ng qo'llarida ham harakat ancha yaxshilangan. Yana birozgina shug'ullansak, bemorimiz avvalgidek sog'lom turmush tarziga qaytadilar.